5-chi o'rin bu Biskvit Oliver. 4-chi o'rin Jack Hanma. Endi esa 3-chi o'rin bu Kaku Kayoh. Bu qora tullakning yoshi 140 yoshdan oshganiga qaramay, u bir muddatga Yujiro Hanma bilan deyarli tengma-teng jang qiladi. Kayohning tanasi kichik bo'lishiga qaramay, u mitti mushti bilan hattoki Biskvit Oliverni ham uxlatib qo'ya oladi. Ro'yxatimning 2-chi o'rnini Pickle egallagan. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Yoshi milliondan oshgan o'sha navqiron yigit. Insonlar, hayvonlar u yoqda tursin. U dinozavrlar bilan jang qilgan. Hattoki ularni u tushlikka paqqos tushirgan. Hattoki Jack Hanma ham animeda qancha urinmasin, Pickle'ni yenga olmagan. Meni ro'yxatimning 1-o'rnini juda ham kuchli bo'lgan. Yo'q, noto'g'ri eshitmadingiz. Baki olamidagi eng kuchli mavjudot egallagan. U ham bo'lsa Izo Matobe. Bu albatta hazilida 1-o'rin albatta Baki Hanma. Va shoshmang, hozir to'g'ri siz bir inson qolib ketdi. Ya'ni yer yuzidagi eng kuchli mavjudot, sayyoradagi eng kuchli inson. Yujiro Hanmani nega qo'shmading deb so'kib tashlashinglar mumkin. Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Meni ro'yxatim 2ga bo'lingan. Birinchi ro'yxatda Bakini jamoasi. Sharhim so'ngida bir narsani aytmoqchiman. Agar siz meni top 5 taligimni 2-qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni maksimal do'stlaringizga yuborib, aktiv bo'lib, xullas bomba qilib tashinglar tamom. 2-qismda ko'rishguncha.